Qattiq zilzila bo'lar ekan. Bilmadim, ana Richter shkalasi deydi. 15 ballmi, 50 ballmi bilmadim. O'shanda shu darajada qattiq zilzila silkitar ekanki, yer ichidagi ma'danlar, tillolar, kumushlar, marvaridlar, gavharlar hammasi to'da uyum yotar ekan. O'shanda farishtalar insoniyatga ko'rsatishar ekan. Mana shu tillolarni deb, shu gavharlarni deb, shu metallarni deb aka-ukalik, opa-singillik aloqasini uzganmidilaring? Shu tillolarni deb, kumushlarni deb, shu arzimagan narsalar deb akangdan, ukangdan kechganmidilaring? Opangdan, singlingdan kechganmidilaring? İnson buni o'ylab ko'rish kerak.